Turumuz moshini meteorit develop adamni avar qilishlar meteorit emas desak nereden paydo bo'lib qoldi bu? Nurg'un do'stlar bizga avatayotgan ham uchirtayotgan bir tash uchrab qoldi mushada. Mana ko'ringlar. Mana bu tash birinchisiga yanar tog'ning ta'siri shekillandi. Yana birisiga mavu xumdandan chiqqan narsa, juma meteorit emas, nurg'un do'stlarimiz moshini meteorit develop adamni avar qilishlar meteorit emas desak nereden paydo bo'lib qoldi bu davosi bu yerda. Bu yerda paydo bo'lib qolmaydi bu shunday narsalarningki tashqili yanar tog'ning tashqili ham xumdan mana qaranglar ham bu yerda iniq baki mana xumdan bu baki xumdan deymiz. Xo'sh, xumdandan chiqqan dashqal neyaqtir xili jiqli bakan bu. Atlarni kuydirib qilib qilgandan keyin chiqqan dashqal narsa bu meteorit kirmaydi. Yarshada shu insonlarning ishlab chiqarish sabab nimalarda shakllangan narsa meteorit emas. Shundan bunda tashlarni avat deb qilgan do'stlarimiz amalarni ko'ranglar, meteorit deb turib olasizlar deb emasken siz xapalaysizlar. Meteorit kim deb turib olsanglar kelib ektinglar mana. Bu yerda elan bakin jiq. Boshqa mana bu yerdami turmish turdi mana. Sizlarning nazaringlardagi yiliqi meteorit emas desak xap bo'lgan tashlaringlar mana. Bir şey kelib ekesanglar bo'ladi ishni. Meteorit deb turib olsangiz biz meteorit deb qaramaymiz. Tashqal. Sağda. Mana. Nurg'un bakim mana shu yerda. Nereden paydo bo'lib qolgandi bu? Qalay deysizlar. Bu yerda paydo bo'lib qolmaydi. Masalan bu Zaz deganning necha yüz yillardan fasillanib ketgan shalit turdi. Burunlarda mana shunday yerlarda xumdan yoki bo'lmasa yanardan degandek narsalar bo'lsa şuradan hep qilib yanar tog'lar yoki xumdonlar cho'lib buzilib, uni izlar ko'milib ketib, qumlarda yoki shig'illarda qilgandan keyin shu narsa qilib qoladi ancha-muncha. Shu bir yerdan chiqib qolmaydi yo paydo bo'lib qolmaydi shunda yerda shakllanib turadigan narsalar. Shuning ma'lum katta tushunchalar bo'lsin. Mana bunday narsalarni meteorit deb turolmanglar. Meteorit deb turolsanglar bir şey kelib atmasa, bir şey kelib tepib, ekitib, shuni setib foydalanib olsanglar bo'ladi. Lekin biz taşlarını köydürüp annesler sazı bulan.